الله 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 ما لنا مولى سوى الله كلما ناديت ياه قال يا عبدي أنا الله زحزحي الحجب فقلبي غاب في ظلمة ذنبي نظرة في العمر حسبي تجعل الميت حيا كلما ناديت ياه قال يا عبدي أنا الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد. Hürmetli qarindoshlar, biz bugun sura Niso'ning 75-oyatiga keldik. Ilgirki oyatlarda Alloh subhanahu va taoloning Alloh yo'lida urush qilib shahid bo'lgan yoki hayot qolgan kishilarning erishadigan mukofotlari, Allohning bularga qiladigan fazli marhamatlarini so'zlagan edi. Yani biz bununla qarag'inimizda, diqqat qilganimizda Allah yo'lida urush qilish insonning dunyo va oxiratlik baxt saodatining kapolati ekanligini tushunib ketgandan keyin 75-oyatda Alloh subhanahu va taolo bizga bir taajjub shaklda, savol shaklda mundaq bir ayet bilan xitob qiladi. Deydi-ki: "Estaizu billah va ma lakum la tuqatiluna fi sabilillahi wal mustad'afina minir rijali wan nisa'i wal wildan alladhina yaquluna rabbana akhrijna min hadhihi al-qaryati adh-dhalimi ahliha waj'al lana min ladunka waliyan waj'al lana min ladunka nasira." Avval oyatning mazmuniga kirishdan ilgari qisqacha bir tarjima qilib o'taylik. Sizlar nima uchun Allah yolida ve aciz ayol balalarni qutqizish yo'lida urush qilmaysizlar? Nima urush qilmaysizlar? Bularning acizligi shu darajaga yetdiki, bularga tushgan zulm shu darajaga yetdiki, bular bu şekilde dua qildigan yerga yetdi. Ey Rabbimiz, bizni ahli zolim bo'lgan bu kanatdan, bu yurtdan chiqasizlar. Bizga özlerinin qaşidan bir velidin birini qipasla, bizga özlerinin qaşidan bir yordamchi qipasladi. Endi oyatning tarjimasidan Alloh subhanahu va taolaning maqsadining nima ekanligi, bizga bildirmoqchi bo'lgan nima ekanligi chiqib turadi. Ya'ni biz jihad qilish, urush qilish masalasi haqida o'ylanganimizda insoniyat fitratining taqozosi. Nima? Chunki kishi o'zining izzatini qo'g'dash kerak. Çünkü kişi özünün qimmat qarash yo'lida kurash qilish kerak. Can ahirce hayatının ahirine kadar bu özünün hayatını şunun bedeli sifatida atishi kerak. Özünün qarindoshları, meyli o er olsun, ayol olsun, kichik valla olsun, özünün qarindoshları, özünün millatdoshları, özünün etrafidagi kishilarni zulmlardan qutqizish yo'lida kurash qilish, jihad qilish inson tabiatining eng aqalli munozir talab qilmaydigan bir tabiat ekanligi bizga ayon, bizga ma'lum. Alloh mushu nuqtadan nima uchun jihad qilmaysizlar deyapti. Bu yerda savol so'moqchi emas, bir xil taajjub ifoda. Yani asl deyish ketadigan ish emas jihad. İnson tabiatining nimasi, taqozzosi. İnson ishongan qimmat qarashini ro'yobga olib chiqish uchun o'zi mangan yo'lni, yashagan prinsiplarni, yashagan manhajlarni hayotida tatbiqlash uchun qana qilish kerak, kurash qilish kerak. Bu yo'lda jinini, milini otish kerak. Unda bo'lganda insonning yashashining ne ahamiyati bor dunyoda? Alloh bu nuqtada turib bizga savol qo'yibdi. Taajjub shaklda İş bu şekilde bo'lgan ekan, mesele bu şekilde ekan, nimda urush qilmaysizlar? Ondan başqa yana bir nokta. Bizning qavm qarindoshlarimiz, urug' tuqqanlarimiz, do'st birodarlarimiz, millatimiz,
hammasi zulm ostida. Zulm shu darajaga yetdiki, izzat, sharaf, nomusning simvoli bo'lgan erlarmi bu zulmning oldida ojiz holatga tushdi. Erlardan o'tib ayollar, hatto kichik bolalargacha bu zulmning qurboni bo'ldi. Bular bu zulmga chidamaganlik, zulmning eg'irligi tufaylidan o'zining ona yurti, ana vatanidan chiqib ketishga majbur bo'ldiki, Allohga shunda duo qildi. Ey Alloh, bizni ahli zolim bo'lgan bu yurtdan chiqarslar dedi. Va bular shundoq bir kishini kutyotdiki, Alloh avadigan, bularni qutqizdigan. Bularga sahib chiqadigan, bularning ishiga yordam beradigan ki oyatning oxirisidagi vaj'al lana min ladunka waliya vaj'al lana min ladunka nasira. Allah tarafidan avatildigan, bularni shu zulmdan qutqizadigan, bularga igi chiqadigan bir kishini kutyotdi bular. Endi ahvol shuki, sen Allohni ilohim deb iymon etgan ekansa, bu yo'l mening hayot yo'lim, hayot manhajim, mening yashashdagi qimmat qarashim deb bu yo'lni tanlagan ekansa, nima uchun yo'lingga sodiq bo'lmaysan? Nima uchun bu yo'lda urushmaysan? Nima uchun bu yo'lda kurashni davom qilmaysan? Tamamda undan boshqa bu yo'lda minishdan boshqa amaliyasini qistavotgan, vijdoningga xitob qilayotgan bir ahvol bor. U bo'lsa-mu qavm qarindoshlarimning ichidagi ojiz kishilarni qana qilish, qutqizish. Bularning hammasi seni agar normal inson bo'lsang, seni jim to'g'izmaydi. Seni sukut qilg'izmaydi. Seni harakatga keltirdi. Ammo sening bu jim turgan holating, sukut qilgan holating, bu urush, bu kurashga chiqmasliging, maydonni karib o'rtaga chiqmasliging nima uchun ajaba? Alloh subhanahu va taolo bu yerda mu'minlarningki Allohni iloh deb ishonganlarning, Allohning yo'lini o'zining hayot manhaj deb tanlaganlarning vijdoniga xitob qilyapti. Masala u qadar tushunishlik masala. Xuddi Qur'onning boshqa oyatlarida kayfa takfuruna billah degan shakldagi xitob bu. Masala u qadar oydinki Allohga nima inkor qilasizlar degan shaklda Alloh xitob qiladi Qur'onning ko'p o'rinlarida. Hozirgi xitobni masala intayin tushunishlik masala. Takrorlashning o'rni yo'q. Mingvatqa yo'lang aniq. Sen ishinib tanlagan ekansa, bu yo'l uchun qadam olishing kerak. Qavm qarindoshlaring zulm ostida, bularni qutqizishing kerak. Bular birisini kutyotdi. Allohning birlarini avatib, bularga sahib chiqishini, bularga yordam qilishini, bularni zulmdan qutqizishni qana qilyotdi. Kutyotdi bular. Doğankin nima deb o'rnidan turmaysa, nima bu hol? Bu sukut holi nima degan shaklda bizning vijdonimizga xitob qilyotdi. Endi oyat tushgan vaqt shunda bir vaziyatga to'g'ri kelganki, payg'ambar alayhisalom hijrat qilib ketgandan keyin Makka da bir bölük müminler qolgan. Makkadan chiqib olganlar asosan, masalan, Makkadagilar chaqalan muğdek insanlar, imkoniyati bor insanlar. Ammo bir qo'g'dug'uchisi yo'q. Masalan, Makkadagi mushriklarning aziyatidan bularni qo'g'daydigan yoki bularning Makkadan chiqishiga yordam beradigan kishilar yo'q. Ojizlar Makkada qana qilgan qilib qolgan. Bular zulm ostida qilib qolgan. Hatto bular Makkadan chiqib ketishdan cheklangan ayni masala har zaman yuz beradi. Yuz berishi mumkin yoki. Bugun biz yashayotgan sharoitni dal mushunga o'xshash masala. Chiqqilitiga qo'ymagan, u yerda normal insonchilik bir yashag'ilimi qo'ymagan, ana bular shu holatga tushganki, oyatdagi erlar tilga ilishib bizga bir mesaj, bir signal beradi qarindoshlar. Er kishi degan o'zining g'ururuna yashaydi. Ammo bular g'ururini saqlayanmog'idek bir ojiz holatga tushdi. Bu yerdagi zulm, tamam, erlardan o'tib, cho'nglardan o'tib, hatto nag'ichi vodi, kichik bolalargacha vodi. Kichik bolalargacha vodi. Alloh subhanahu va taolo mush shaklda xitob qildi. Mu'minlar bu xitobga o'z vaqtida ovoz qo'shdi.
Mekke'deki acizlar Mekke'nin fethisiyle kana kıldı, kutuldu qarindoshlar. Ve ayet Peygamber Aleyhisselam zamanı tikila kişilerge has emas. Her zamandaki kişilerge umum. Her zamanda müminin başta bir sınıfı var. Bu yolunu tanladı mı? İman yolunu tanladı, İslam yolunu tanladı. Özü işengen, özü mangan, tanlagan yol üçün kurbanlık kılış sınıfı var. Özünün kavmi qarindoshlar üçün hareketke ötüş sınıfı var. Sükut kılış yoki hareket qilmaslik normal insonlik tuyg'usi sog'lom tabiatga nima kelmaydi, to'g'ri kelmaydi. Ibn Abbas radhiyallohu anhu mushu oyat haqida nima deydi? Men va mening onam Mekkada qana qilgan, qilib qolgan nimalarning qatoridan edik, mustadafin, ojiz kishilarning qatoridan edik degan shaklda oyatga nima berdi, izohat berdi, oyatga shu shaklda ifoda bildirdi. Undan keyin 76. ayette اَلَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ اِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا degan ayet arqali Allah subhanahu wa ta'ala meselenin haq ve nahaq mesele ekanligi, haq tarafı tuğanlarının kim ekanligi va yoki kimning qaysi yo'l turadiganligini bizga ifodalab deydi. Tarjimasi iman etqanlar mu'minlar Allah yo'lida kurash qiladi, Allah yo'lida urush qiladi, ammo kofirlar tog'utlarning yo'lida urush qiladi. Sizlar shaytonning avliyolari bilan, kattavashlar bilan urush qilinglar. Inna kayda shaytonning hiyla mikrisi haqiqatan da ojiz. Ya'ni sizlarni hech nima qilolmaydi. Endi biz tog'ut to'g'riliq ilgirki bir darsimizda to'xtalgan. Tog'ut mayli shaxsiy bir odam bo'lsin, ikki odam bo'lsin yoki bir to'p jamoat bo'lsin. Bir top cemaat yoki bir davlat xarakterlik olsun, zulmda haddidan eşib ketgan har qanday bir taraf tağut oludu qarindoshlar. Sura Baqaraning 257-oyatda Allohu valiyullazina amanu yukhrijuhum minaz-zulumati ilan-nur. Allah mu'minlarning valisi ularni zulmatdan nurga chiqaradi. Vallazina kafaru kafirlarning igisi olsa avliyauhum tağut ifodasi bilan u yerda bir qo'llanganti. Demek hem de şu ilgili derslerdeki belgen düşünce ve hazırki kıskağını xulasıdın tağut degen kim dese meyli bir şahs insan olsun ya ki bir top cemaat olsun ya ki bir devlet olsun zulümdün eşip haddidin aşırı başkalarına tecavüz kılgan kişilerinin her kandığı yamanlıqını tarqıtıdığan ve onun başpana oluduğan her kandak bir taraf nemi hesaplanıdı? Tağut hesaplanıdı. Hem de Kur'an'ın uslubu davamlıq meseleni işkiga ayırıydı. İnsanların yolunu netçiga ayırıydı, işkiga ayırıydı. Ya Allah'ın yolu, bunun da mağdığan kişilerinin süpti ehvali, ya ki şeytanın, ya ki tağutun yolu, bunun da mağdığan kişilerinin ehvali. Mesela Sura Al-İmran'ın 13. ayette bunda bir ayet var qarindoshlar. Qad kana lakum ayatun fi fi'atayn ittaqata. Fi fi'atayn iltaqata. İki uçraşkan grup haqida nayt roşan bir ayet var sizlarga deb kelib. Fi'atun bir guruh tuqatilu fi sabilillah. Allah yo'lida urush qiladi. Va ukhra kafira. Yani birisi kafir. Demek dünyada mu'min ve kafir iki eqim var. Bu bir. Andikin mush iki eqim mağadigan yo'lning birisi fi sabilillah. Allah yolu bu mu'min mağadigan yo'l. Yani birisi tağutning yo'li bu qarış tarafdagi kim mağadigan yo'l, kuparlar mağadigan yo'l. Diqqat qilsak, hozirgi oyatimizda mu'minlar Allah yo'lida urushadi, kuparlar olsa tağut yo'lida urushadi dedi. Sura Al-İmrondagi oyatda bir guruh Allah yo'lida urushadi, ama yeni bir guruh olsa kafir degan shaklda ifodaldi. Biz bu oyatlarning hammani o'zaro moslashtirgan vaqtimizda ikki yo'lning masalasini va bu ikki yo'lda mangallarning xarakteri masalasini va bularning sifatlari bizga nisbatan nayta oydinladi. Bir guruh mu'min guruh, yana birisi kafir guruh. Birisi haqiqat yo'l, yana birisi batil yo'l. Yana birisi Allohning yo'li, yana birisi tağutning yo'li. Ma yo'lda mangallar mu'min, ma yo'lda mangallar kafir. Yani her tarafninki sifati va ma'diga yo'li qanday qildi, muayyanlashdi qarindoshlar. Endi oyatdagi faqatilu awliya ash-shayton. Shaytonninki
velileri bilen uruş kılınma deydi. Veliler degen kim? Yani asli bizning Uyg'urcha tushunishlik shaklda tushuntirish to'g'ri kelib qolsa, ma'lum bir ishga igi chiqib, shuningga ko'ngil bilib, boshpana olib, beshini silab, shu ishlarni surdirgan, shu ishlarni davom qilishiga kapolatlik qilgan yoki yordam bergan kishilarning hammasi veli avliyo hisoblanadi. Ya'ni shaytonning avliyolari degani kishilarning qalbida yomonlikni tarqitish uchun, kishilarni to'g'ri yo'ldan boshqa yoqqa qana qilish uchun, haydash uchun vasvasa qiladiganlar va shuning uchun ishlaydiganlar, tirishadiganlarning hammasi shaytonning nimasi hisoblanadi, velilari hisoblanadi. Hammalar bilamiz, shayton dastlabda Alloh bilan orasida mundaq bir dialog o'tgan. Shayton deganki, فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ. Sening izzeting bilan qasamki, men ularning hammani qana qilma, azdurma. Deb bo'lib, o'zining qaysi chekkacha qila oladiganligini maxsus bilan belgilaganki, illa ibadaka minhumul muxlasin. Ularning ichidan ixlosman bandalaring buning sirtida. Bularni azdurmay. Demak, shaytonning qiladigan jangi, şeytanның vesvesesi, şeytanның alaqısı kim bilen bo'ladi desa, şu şeytan tarafiga nima bo'lgan mayl olgan. Şeytanның yo'lida menish bir xil nima so'g'an, ifoda so'g'an kishilar bilan bo'ladiki, Allohga ixlos qilgan haqiqiy mu'minlarga asla va asla şeytan qanaqlanmaydi, chiqlanmaydi. Hamda bilimiz Allah subhanahu wa ta'ala dünyani imtihan şekilde yarattı. Eğer halisa bütün insanlarını xuddi malaiklarni yaratganga o'xshash Allohning ixlos bilan bandalari quvvat etdi. Lekin insonga bergan imkoniyatga yarasha insonga tanlash erkinligi berdi, aql berdi. Inson Alloh bergan tanlash imkoniyati va aqli bilan o'zining yo'lini tanlaydi. Faman sha'a falyu'min va man sha'a falyakfur. Xalqini iymon yo'liga kiradi, xalqini küfrünün yolunu tanlaydı. Şeytanның dal igi çıqalaydıgını, şeytanның dal vesvese qılalaydıgını, küçü yetidigini yeni bir yolunu tanlaganlar. Amma iman yolunu tanlaganlarga şeytanның asla ve asla nimesi yetmeydi, küçü yetmeydi. To'g'ri, şeytan ulardan her gözmü ümidini üzmeydi. Ularga olgan tirishchiligini hergiz bo'shashtirmaydi. Qur'onda degandek, şeytanның tili bilan la'aqudanna lahum siratakal mustaqim. Sening to'g'ri yo'lingda o'tiraman men deydi. Allah yo'li, kufr yo'li shaytonning yo'lida yo'q ya. Allah yo'lining ustida o'tirib, mush yo'lga mangmoqchi bo'lganlarni azdirdi. Va bu kishilarni o'zining yo'liga qanday qilib boshlaydi. Ammo kishi mush tanlash masalasiga kelgan vaqtda Allohning to'g'ri yo'lini tanlab davomlashtirdi. Bu Allah'ın yardımı görüşüdü. Şeytanның bunu güç etmeydi. Ama şeytanның vesvesesiga kirip, şuna mayolga kirip ketdi mi? Boldu. O şeytanның yoluga kirip ketken kişi oldu. Şeytanның onun bilen alahide işi olmaydı. Çünkü o zaten şeytanның özünün yoluga kirip bolgan. Şeytanның azalarının birisiga qanaq ketip boldu. Aylanıp ketip boldu. Şoň başka köpünçe vaqtda şeytanninki hücum noktası, şeytanның hücum noktası näde boldu dese, Allah'ның toğru yolda buludu ve bu yoldan başka yolga çıqamakçı buludu. Mişede insan en kritik bir nime uçraydı, bir imtihan sınavına uçraydı. Ya şeytanның vesvesesinden atlap ötüp yolunu davamlaştırdı, bunun şeytanның gücü yetmeydi. Yani bu ibadekel muhlasin bu. Ya ki şeytanның vesvesesinin keyine girip yani bir yolunu tanlaydı, şeytanның bir azasıga aylanıdı bu. Şeytanның azasıga aylanıdı. Bunu olan şeytanның azasıga aylanıp bolğandan keyin Allah'ı iş olmaydı. Endi Allah subhanahu wa taala del şeytanның evliyaları bilen, şeytanның evliyaları bilen qanaqalangan uruşuňa deydi. Yani şeytanның evliyaları degeni şeytan bilen oturda sahip çıkış ahwaly var, münasabati var. Yani yardım beradigan, şeytanga sahip çıkış, şeytan bilen oturusda mensubiyet alaqası var deganlik men bayatdan tushundirgan a yol ve ma yol iki yolning gapini qildim ya Allah'ның şeytanның yo'liga kirish orqali şeytanның vesveselerini yeyishqa
şeytanlığının yollarını başkalarına çaqırıq qilishqa, şeytanның yollarda texmi odam ko'paytishga yordam bergan kishilar hisoblanadi bular. Endi bularga kelgan vaqtda Alloh subhanahu va taoloning bularga beradigan eng oxirgi bahası amaliyotda bular şeytanның yo'lini tanlab ketgudek darajada şeytan o kadar kuchli emas. Yani bularning bu şeytanның yo'lini tanlashi da biz şeytanni vasvasa qiladi dedik ya. Qilgan vasvasalarining amaliyotda buni so'rab bu yo'lga kirgudek kuch yo'q. Yani demek çoğunun nima qarindoshlar desanglar, mush yo'lga kirganlarning asli tabiatida şeytan xarakteri var. Yani minel cinneti ven nas, şeytan insan ve cinden bulur ya, insanның işideki şeytan tabiati var kişiler yani. Ameliyette ayetinin en ahırsı nimdeydi qarindoshlar? İnne keyde şeytani kana daifa. Şeytanның hile mikrisi, çağrı tedbiri hakikaten de aciz deydi. Nimişki bu şekilde baha verildi meselege dese, ameliyatda insan başkalar tarafından boysunurulgan vakitte amanda iki noktadan boysunuruldu qarindoshlar. Ya cismen boysunuruldu. Mesela misalga alsam, bana başkalar hayatım bilen tehdit silip, mesela kallamı Kur'an tanıgandek hayatım bilen tehdit silip, beni bazılarını kıldırdı. Tamam, kıldırışı mümkün. Bu bir şekli. Mağmini cismen boysunduğunu ama kalbimde narazılığım var. Eğer hayatımdan ensirmesem karşılık kılattım, ben kalben emez, kaliben, cismen, şeklen ona boysunduğum. Bu biri. İkincisi, hüccet, pakt arkalık başkılını kail kılış yolu ile onun kalbini özge içivetliş. Yani kalbidin mail kılıp kalbidin boysunduruş. Bununla naiti zor derecede pakt gitidu. Zor derecede nime gitidu? Delil gitidu. Başkalarına kail kılış gitidu. Kanaatlendiriş gitidu. Yani iki xil şekilde başkalarına boysunduruş mümkün. Birisi cismen şeklen boysunduruş. Yani birisi kalben, kalpten boysunduruş. Ama şeytanda ne cismen boysundurduğun güç yok. Hiç kimden kuldan tutup, boynundan bağlap, yakısından tatıp bir yolga ekirdiğin güç yok şeytanın. Ama kalbide, vücudda şeytan çakırvatkan yolga mas bir hücre boğaçka. Yani şeytani micaz onunla boğaçka o şu yolunu talladı bes. Aksi takdirde şeytanның ben bayatını dep ötkünümdek hiç kandak onu mecburluğudek bir tarafı yok. Şeytanның fakat ve fakat kılgan bir işi ona kandak kılış çakırış. Hatta kıyamet günüsü şeytan bütün işlerden vazgeçiyor. Hemmini inkar kılıp deydi ki Sure İbrahim'nin ki 22. ayeti degendek وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي. Benim hiç kandak gücüm yoktu. Benim fakat kılınım sizini çağırdım, sizler makul dep geldinler. Yani bu ayetteki sultan ifadesi meyle maddi cihetteki bizni cismen, şeklen, kaliben bolsumu boysunduğudek bir kuş yok. Yoki manevi cihetteki bizni qail qavudek bir hüccet paketi yok qarindoshlar. Demek şeytanninki insonning ezishida fakat ko'z tutib qo'yishdan boshqa cho'ng roli yo'q. Cho'ng baş sababkor, baş jinoyatchi yani javobgar insonning o'zi. Shunga qiyomat kunisi biz deganimizdek agar iymoniy yo'lni tanlab mu'min bo'lsa, uningga yarasha mukofotga erishishi, shaytoniy mijoz bilan shaytoniy yo'lni tanlab u yo'lga kirsa, uningga yarasha jazoga erishishi mutlaq adolat. Herkesmi biz normal gündelik turmuşlarımızda hatalaşkandan keyin hatalıqımızı, meselemizni şeytanga atıp koyup şeytan azdırıptı dep koyuşqa o'xshash mesele. Yani insanın özünün vücududaki mesele qarindoshlar. Şunu bilan vaqt munosabati bilan bugungi darsimiz mush yerda oxirlashdi. Allah nasib qilsa inshaalloh kelasi
darsimizda ko'rishguncha manglarni aman Allohga omonat qildim. Va oxiru da'vana alhamdulillahi robbil alamin.